İslamga kirishdan burun qaysi dinga e'tiqod qilatding? Xohlasang islomni qabul qilgandan keyin duch kelgan eng chong qiyinchiliklardan uchni so'zlab bergan bo'lsang. Turmaga kirib qilishdan qo'rqmadingmi? Men musulmon bo'lgan dastlabki mezgillarda og'inlarim mendan yuz o'rishdi. O'zingni andishalik his qilganingda sana hech kim yordam qilmaydi. Atrofingda dadingni anglaydigan biri chiqmaydi. Eng yaxshisi bu savolga men javob bermay. Davud xo'sh kelding. Bu yerga taklif qilganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Bizning sening hikoyangni anglag'imiz bor. Qani o'zingni bir tunishtirib o'tgan bo'lsa. Bo'ladi. Men Janubiy Koreyalik. Koreyada tug'ilib shu yerda cho'ng bo'ldim. Men o'zimni alohida bir odam deb qaramayman. Chunki men koreyaliklar ichidagi normal bir odam. Men oliy maktabda musiqa bo'limida o'qidim. Bir necha yil burun islomni qabul qilib musulmon bo'ldim. Men hali ham islom haqida davomli izlanayapman. Davud ismini tanlashingda alohida bir sabab bormi? Menga bu vaqtda so'rag'anlar ko'p bo'ldi. Men islomni qabul qilgan vaqtimda boshqalardan ismimni arabcha bir ismga almashtirishim kerakmi deb so'radim. Ular menga ismimni almashtirmasam bo'ladiganligini aytdi. Mening ota-onam katolik diniga e'tiqod qilgachqa, men kichik vaqtimdan boshlab katolik bo'lib tarbiyalangan. Oilam menga bu mazhabdagi Davud ismini qo'ygan edi. Men islomni qabul qilgandan keyin bu ismning faqat talaffuzini o'zgartdim, ya'ni Davidni Davudga o'zgartdim xolos. David ismi bilan Davud alayhissalom o'xshash bir kishi. Shunday o'xshash bir kishi. Bundan keyingi hayotingda musulmon davlatlarga berib yashashni o'ylashib baqdingmi? Ha, o'ylashyapman. Chunki bunday o'ylashingning sababi nima? O'zingning davlatida biroq qiyinchilikqa duch keldingmi? Ya unda ahvol yo'q. Ammo men islom haqida texmi ko'p o'rganishim lozim. Men texicha o'zimni haqiqiy musulmon deb o'ylamayman. Chunki mening nurg'un xatoliklarim bor. Hatto musulmon bo'lgandan keyin davomlashib kelgan nurg'un xatoliklarim bor. Şoň islomiy bir muhitda yashab, u yerdagi ahli ulamolardan ko'p narsalarni o'rganishim kerak. Seningcha islomni eng go'zal bir shaklda o'rganish uchun qaysi davlat eng yaxshi? Turkiyami, Misrmi yoki Saudiya Arabiston? Men hozir bu vaqtda bir narsa deyolmayman, chunki tunji bo'lib Turkiyaga keldim. Bundan keyin boshqa davlatlarni ziyorat qilib yiqishni o'ylashyapman. Masalan, oldimizdagi oyda Saudiya Arabistonga berishni o'ylashyapman. Undan keyin Indoneziya, Malayziya va shuningga o'xshagan nurg'un davlatlarni sayohat qilib boqqum bor. Dunyoni bir qator aylanib chiqqandan keyin ondan qayerda turishimni qaror qilishim mumkin. Tanlagan davlatda bir mazgil yashagandan keyin Koreyaga qaytib kelib ishimni davomlashtirishim, o'rganganlarimni boshqalarga yetkazish uchun harakatga o'tishim mumkin. Sen islomni qabul qilishdan burun qaysi dinga e'tiqod qilatding? Katolik diniga e'tiqod qilatdim. Allohning borligiga ishonatdim. Chunki men katolik bir oilada cho'ng bo'ldim. Mening ota-onam butun jamiyatim katolik. Kichik vaqtlarimda cherkovga berib boqqanmidim? Albatta, kichik vaqtlarimda ota-onam bilan cherkovga boratdim. Ammo men dinimga bak bog'liq emas edim. Odatda hammaylar cherkovga boratdi. Men u yerga borganda ularning menga bergan hadiya va yeydigan narsalari uchun xushal bo'latdim deb o'ylayman. Men odatda o'zimni oilam va do'stlarimning orasida nihoyat xushal his qiladigan biri. Shunga u vaqtlarda dinga munosabatli ko'p narsalarga bakmo qiziqib ketmaydim. Ham din haqida o'ylanishga fursat bo'lmagan edi. Dining haqida o'ylanishingga nima sabab bo'ldi? Seni men bir chiqish yo'li tepishim kerak degan o'yga keltirgan zodi nima? Aslida bu nihoyat uzun bir hikoya. Beshida aytib o'tganimdek, men oliy maktabda musiqa kasbida o'qidim. Chunki men bir muzikant bo'lishni orzu qilardim. Muzikantmi? Ha, muzikant. Men bir mezgil jaz muzikasi chaldim. Mening nurg'un muzikant do'stlarim bor. Hatto Indoneziyada kichik bir muzika kechiligini o'tkazgan edim. Sen muzika chalg'ulardan dumboq chalamsan, pianino chalaman. Ba'zida gitarmi chep qo'yaman, yana naqshimi aytaman. Indoneziya va Jakartada muzika kechiligi o'tkazgan chog'larimda men islom haqida hech narsa bilmaydim. Chunki Koreyada islom haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Shu sababdan islom haqida bir narsa o'rganmak nihoyat qiyin. Muhammad alayhissalom yoki islom haqida ilgari ozroq bo'lsa-mu anglab boqmaganmidim? Yo'q, anglab boqmagan edim. Lekin bu yerda desam to'g'rimi bilmayman. Ammo men islomni burun bir terrorchilik deb bilardim. Chunki kichik vaqtlarimda yuz bergan 11-sentabr voqeasi haqida Koreyada nurg'un xabarlar tarqalgan. Bu xabar haqiqatan cho'ng bir g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Men buni nihoyat hayron qolgan edim. Bu xabarni anglaganlar islom haqida bo'lmag'ur so'zlarni qilatdi. Masalan, islom mana shunday terrorchilikning bosh manbasi degandek. Men bu ahvoldan keyin islom haqiqatan yomon bir din ekan deb o'yladim. Bu mening kichik vaqtlarim edi. Keyin naqshkechilik o'tkazish uchun Indoneziyaga kelganimda yog'liq ortgan, hijoblangan nurg'un qizlarni, soqolliq namoz o'qiydigan erlarni ko'rdim. Men bularning bu holatlariga haqiqatan qiziqib qoldim. Bular nemishqa bizdan farqli deganlarni o'ylab, ulardan bu vaqtda so'rganimda ular menga bu islom dini bilan munosabatli kishilar deb javob berdi. Ular menga nihoyat chiroyli muomala qildi. Mening nazarimda ular intayin mehmondo'st kishilar edi. Ular doim menga "Sana yordam qilaymi? Sana yordam qilg'im, sana hadiya bergim bor" degandek so'zlarni qilib, menga musofirchilikni his qildirmagan edi. Men burun islomni nihoyat xatarlik bir din deb o'ylab qopti ekanman.
Ammo Indoneziyada ko'rganlarim ular aytganning dal aksicha edi. U yerdagi kishilar nihoyatda kamtar, ig'ir besiq, chehradan tabassum uzilmaydigan, doim boshqalarga yordam qilishni xohlaydigan kishilar edi. Shunga men bu yerga kelib uzun o'tmayla bu dinga qiziqib qoldim. O'zimni nihoyatda rahat his qildim. Keyin Koreyaga qaytib keldim. Mening iqtisodiy ahvolim hamda oilam bilan bo'lgan munosabatim yaxshi emas edi. Chunki muzikatlik muqim bir xizmat hisoblanmag'achqa, ota-onamni yaxshi beqish uchun yana boshqa bir xizmat tepishim kerak edi. O chog'lar men uchun rostla nihoyatda qiyin o'tdi. Mening o'z oldimga bir ish qilg'im bor edi. Mayli muzikatlik bo'lsin yoki video ishlash bo'lsin, o'zim xohlagan bir ishni qilishni xohlaydim. Bu jarayonda ma'lum bir shirkatda ishlashga boshladim, ammo men buningdan xursand emas edim. Mushu banada men YouTube'da video ishlab tarqatish ishlarini boshlab oldim. YouTube'dagi kanalimni muzikaga munosabatli videolarni chiqarish bilan boshladim. Kanalimga klassik muzikalar va shuningga munosabatli videolarni chiqaratdim. Keyin tuyuqsizli menda Indoneziyada yashaganlarimni va ularga qarshi ko'z qarashlarimni qandoq tushundirsam bo'ladi degan bir xiyol tug'ildi. Qandoq bu bundoq bir o'yga kelib qolganligimni o'zimmi bilmayla qoldim. Men islom haqidagi his qilganlarimni anglitishga qaror berdim. Chunki koreyalik nurg'un kishilar islomni xatarli bir din deb qaraydi. Ammo islom menga nihoyatda yaxshi ta'sir qoldirgan edi. Shuning uchun men islom haqida his qilganlarim to'g'risida bir video ishlab YouTube kanalimga qo'ydim. Natijada bu temaga nurg'un kishilar qiziqqan bo'ldi. Haqiqatan bak ko'p inson qiziqdi. Nurg'un insonlar menga islom haqida tonishlik berdi. Masalan, menga agar islom haqida bir narsa o'rganmoqchi bo'lsang, mendan so'rag'in. Men ustozlardan so'rab sana javob qaytaraman. Agar Koreyada bir masjid topa olsang, u yerga berib qandoq namoz o'qishni yoki Ramazonda qandoq ro'za tutishni o'rganib olasan degandek inkoslarni qoldirishadi. Shunda qilib men asta-asta islomning ibodatlarini qilishga boshladim. Nemish qilig'ini bilmaydim, ammo men bu ibodatlarni burundan tortib qilib ko'ngandek nihoyatda normal bir shaklda qilib o'tdim. Masjidga boratdim, Ramazonda ro'za tutatdim. Mana bu ibodatlar orqali men e'tiqodimni taraqqiy qildirdim. Chunki masjidda boshqa musulmonlar bilan birlikda namoz o'qiganimda o'zimni nihoyatda xushal, xuddi bir samanga yordam qilayotgandek, meni kuzatayotgandek, menga umid berayotgandek his qilatdim. Sen bu ibodatlarni qilayotgan vaqtingda musulmon yo'q, musulmon bo'lmagan edim. Vaqtida katolik dini dedim. Lekin u dinga bo'lgan e'tiqodim bakla sus edi. Musulmon bo'lmay turib ibodatlarni qilatding, shundaqmi? Shundaq, musulmon bo'lmagan edim, lekin ibodatlarni qilatdim. Bu ibodatlar sana nisbatan ichingni rohatlantirish uchun qilgan ish-harakatlar qatorida hisoblanamdi. Shundaq, u vaqtlarda men, "Hay, men mushularga qo'shilsam-chu" deb o'ylaydim. Chunki men boshqa bir madaniyat va boshqa bir dinda yashab yiqishni orzu qilatdim. Sana aytganimdek, u vaqtlarda menda har jihatdan ig'ir besimlar botdi. Normalda Koreya xalqi kishilarni bir-biri bilan ko'p selishtiradigan bir xalq. Siyoh biliq o'ynaydigan filmni ko'rganmisan? Ha, ko'rgan edim. Koreya xalqi shu filmdagi insonlarga bakli o'xshaydi. Faqat bir tal g'alaba qiluvchi bo'ladi va boshqalar cho'qim mag'lub bo'luvchi bo'lib hisoblanadi. Bundaq bir jamiyatda odam o'zini nihoyatda tuvan mag'lubiyatchidek his qiladi. Menmi o'zimni shunday his qilatdim. Doim men nemishqa utuq qozonolmayman, men nemishqa bunchalar ta'tir peshona deb o'ylaydim. Ammo islom haqida bir narsalarni o'rgangan sari o'zimni boshqacha his qiladigan bo'ldim. Xuddi yo'qotib qo'ygan bir narsamni topgandek bir hissiyotga kelib qoldim. Chunki bu hayotga nima uchun kelganligim haqida tafakkur qilatdim. Bizga maktabda tabiiy fan, matematikaga o'xshash bilimlar o'rgatiladi. Lekin qayerdan kelib, qayerga ketadiganligimiz, nima uchun kelganligimiz haqida bir narsa o'rgatilmaydi. Vafot bo'lgandan keyin qayerga ketaman, qanday ishlarni qilaman degan savollarimga maktabdan javob topolmagan edim. Men nima uchun yashayman? Hayotim oxirlashgandan keyin qayerga ketaman degan savollarimga islom javob berdi. Men qiyin kunlarni boshdan kechirib o'tdim. Chunki hayotimda hech qanday bir nishonim yo'q edi. Yuqorqidek savollarni so'raydim-yu, lekin javobga erishamaydim. Ammo islom haqida izlanishga boshlaganimda, musulmonlar bilan bir yerga kelganimda, masjidlarda namoz o'qiyotgan vaqtlarimda islom menga yo'l ko'rsatdi. Yashash maqsadimning Allohga ibodat qilish ekanligini islom menga tonitdi. Chunki bizni va butun maxluqotlarni Alloh yaratgan edi. Ramazon kelganda men Allohning menga bergan butun noz va ne'matlari uchun uningga shukr qilish burchimning bor ekanligini tonib yetdim. Menga berilgan bu ne'matlarni his qilgandan keyin qalbimda Allohga bo'lgan shukr qilish tuyg'usi paydo bo'ldi. Bu tuyg'u 3 yil burun Ramazonda ro'za tutganda paydo bo'lgan edi. Shu chog'larda musulmon bo'lganman. Yo'q, texim musulmon bo'lmagan edim. Ammo bizni Allohning yaratganligiga ishonatdim. Chunki men bu dunyoda faqat yaratquchi menga to'g'ri yo'lni ko'rsatalaydi. Yashash maqsadimni faqat u menga bildiralaydi. Yaratquchilar meni xushal qilalaydi deb o'ylaydim. Undaq bo'lsa, qachon, qanday qilib shahodat keltirdi? Taxminan 2 yil burun. Aslida iymonim bor edi. Ramazondan keyin islom diniga ishongan edim. Lekin men shahodat keltirishni o'ylashmagan edim. Men islom diniga e'tiqod qilgan taqdirda musulmon bo'lolmayman deb o'ylaydim. Chunki men bir koreyalik, Koreyada yashayman.
Bu yerdagi hayot islomiy hayotdan nihoyatda yiroq. Yana kelib u yerda musulmon bo'lib yashash uncha oson emas deb o'ylaydim. Koreyada faqat sanli musulmonmi? Yo'q, albatta mendan boshqa osondagi musulmonlarmi bor. U vaqtlarda oliy maktabni Madinada da'vat sohasida o'qib bitirgan koreyalik Karam ismli bir qarindishimiz menga uchur qilib, "Sana yordam qilishni xohlayman" dedi. Uning bilan xeyli ko'p paranglashgandan keyin, "Men islom diniga e'tiqod qilaman, lekin musulmon bo'lishga qaror qilmadim" deganimda, u menga, "Shuni bilishing kerakki, hech qanday bir inson mukammal emas. Musulmon bo'lgan taqdirdami mukammal bir musulmon bo'lib yashash undaq oson emas. Ammo sen musulmon bo'lmasang, e'tiqodingning sana foydasi bo'lmaydi. Lekin sen shahodat keltirib musulmon bo'lsang, hayotingni asta-asta o'zgartiralaysan. Borgan sira Alloh sana yordam qilib, ishlaringni osonlashtirib beradi. Chunki Allohning rahmati cheksizdir. Biz qachon o'lib ketadiganligimizni bilmaymiz. Balki men hozir tuyuqsiz yurak kesilim qo'zg'alib yoki bo'lmasa qatnash voqea sababidan jon berishim mumkin. Ya'ni hech kim qanday o'lib ketishini bilmaydi. Bugun bu odam ati yo'q bo'lishi mumkin. Shunga hozirning qimmatini bilishing kerak dedi. Men uning gaplarini anglagandan keyin, to'g'ri men kechiktirmasdan musulmon bo'lishim kerak degan qarorga keldim. Musulmon bo'lganligingni oilangga aytmadingmi? Ha, albatta aytmadim. Cho'ng masjidga berib boqdingmi? Ha, Tayvanda cho'ng masjidga bordim. Va u yerda shahodat keltirib musulmon bo'ldim. Shu vaqtdagi sening his tuyg'ularing, atrofingdagi kishilarning holatlari qanday edi? Xohlasang bu vaqtda ozroq so'zlab bergan bo'lsam. Bu haqiqatan ajoyib bir tuyg'u edi. Men masjidni topgan vaqtimda Koreyada bir imom bor bo'lib, u imom Koreyadagi eng bilimli imom edi. Men uning yeniga borganimda uning qishida boshqa imomlarmi bor ekan. Men borgan kuni u yerda bir yig'in bor ekan. Shunga odam boshqa vaqtga qaraganda nihoyatda ko'p edi. Men u yerda shahodat keltirib musulmon bo'ldim. U yerdagi kishilar meni tabriklashdi va oramizga xush kelding qarindishim deb qarshi elishdi. Men ularning so'zlarini anglagandan keyingi xushalligimni tasvirlab berolmayman. Men hatto o'z-o'zimga, "Voh, bular nima degan go'zal insonlar" deb ketgandim. Senmi bilsa, yangidan musulmon bo'lgan odamning ilgari keyin qilgan butun gunohlari mag'firat qilinadi. Men xuddi yangi tug'ilgan bu vaqtdek pok holatda ekanligimni va ularning menga qilgan go'zal muomalasini o'ylasam, u vaqtdagi xushalligimni til bilan tasvirlab berolmayman. Oilang musulmon bo'lganligini bilgandan keyin sen qanday pozitsiyada bo'ldi? Aslida men bu jarayonni kameraga ilib olgan edim. Uning videosimi bor. Men bir YouTuber bo'lganligim uchun musulmon bo'lganligimni hech kimdan yushirolmaydim. Oilam mening kanalimdagi videolarni qo'ymay ko'ratdi. Onamga musulmon bo'lganligimni aytganda u nihoyatda tengirqib turib qoldi. "Qandoqsiga bunday qilasan? Sen terrorchi bo'ldingmi?" deb ketdi. Men uning bunday deyishini to'g'ri tushunaman. Chunki Yevropa davlatlari Koreyada ijtimoiy taratqularda islomni nihoyatda salbiy holatda tashviq qilib, ularning qalbiga islomni terrorchilik deb singdirib etaylik. Ular mendan nihoyatda ansiraydi. Men ularga qo'limdan kelishicha go'zal muomala qilib, islom xatarlik bir din emas. Men e'tiqod qilgan din oilamni yaxshi ko'rishdan cheklamaydi. Bu hech qachon o'zgarmaydi. O'zgargani faqat mening e'tiqodim deyish orqali ularga islomni tunishtirishga tirishdim. Ular mendan ansiraydi-yu, yana YouTube'dagi videolarimni ko'rishni to'xtatmagan edi. Ular menga yordam qilgan va islomni tunishtirgan yaxshi, samimiy, axloqli musulmonlarni ko'rdi va hatto islomni tushunishga boshladi. Islom haqida xeyli ko'p ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lsa-mu, ammo hozirgacha islomni texi qabul qilmadi. Inshaalloh oilangning musulmon bo'lishi uchun qarindoshlarimiz duo qiladi. Inshaalloh, lekin yaxshi yeri ular meni tushunadi, menga hurmat qilib, mening orqamda turadi. Undaqda oilangdagi boshqa qarindosh, urug' tuqqanlaring senga qanday qaraydi? Boshda ularmi nihoyatda hayron bo'ldi. Hatto bir hammam hozirgacha menga diningni o'zgartishni xohlasang texi ketishmaysan deb uchur yo'llab turadi. Ular musulmon bo'lganligimga hayron qoldi, lekin menga qarshi chiqmadi. Hatto meni qo'lladi. Oilang yoki atrofingdagilarning orasida sen sababli musulmon bo'lganlar bormi? Ha, bor. Agash kuchlarim orasidan ba'zilari menga ayrim uchur qilib, "Men sening videolaringni ko'rib chiqdim. Men islom haqida ma'lumotga erishib, musulmon bo'lishni xohlayman. Buning uchun nima qilishim kerak?" deb so'raydi. Men ularga imomning nomerini va Koreyadagi masjidning o'rnini, shundaqla foydalanadigan internet ulanmasini yo'llab beraman. Agash kuchlarimning ba'zilari mening videolarimni ko'rish orqali musulmon bo'ldi. Alhamdulillah. Men ularning musulmon bo'lishiga sabab bo'lganligimdan nihoyatda xushal. Xohlasang islomni qabul qilgandan keyin duch kelgan eng cho'ng qiyinchiliklardan 3ni biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsang. Men musulmon bo'lgan dastlabki mezgillarda og'inlarim mendan yuz o'rishdi. Chunki ular mening nima uchun musulmon bo'lganligimni bilmaydi. Yasli ishidagi bolalarimni maktabdan qo'g'libatdi. Chunki koreyaliklar hammasi degudek boshqa dinni qabul qilib ketmaydi. Amaliyotda men o'zimni bek layoqatli bir musulmon deb qaramayman. Chunki ba'zi kishilar menga "Sen musulmon turib bu ishni nima qilasan? U harom, bu harom" deb meni qattiq tanbihlaydi. To'g'ri, men mukammal emas. Mening xatoliklarim bo'ladi. Faqat tövbe qilish uchun bakrak tirishishim kerak. Shuning bilan birga Allohga texmi yaqin bo'lish uchun qo'limdan kelishicha harakat qilib, islomni texmi ichkirlab o'rganishim lozim deb qarayman.
Balki bu men uchun uzun bir safar bo'lishi mumkin. Chunki men texi islomni amdi tonidim. Allohga teximi bak yaqinlashqim bor. Men o'ylaymanki, inshaalloh niyatimni go'zal qilsam, Alloh meni orzuyimga yetkazadi. Chunki men Allohning menga har doim yordam qiladiganligiga shaksiz ishonib keldim. Bilsang, bu sen uchun nihoyat tepilg'usiz bir fursat qarindishim. Sen nihoyat baxtlik. Masalan, men o'zimni isam, balog'atga yetgan vaqtimdan boshlab hozirgacha nurg'un gunoh o'tkazgan bo'lishim mumkin. Mening bu gunohlarim hisob daftarimga yozilib mangadi. Ammo sening imtihoning texi 3 yil burun boshladi. Masalan, biz seni bu haram, u haram, musulmon turib bu ishni qilishga qandoq petinding degan kishilar bilan selishtirsak, ularga qaraganda sening yana nurg'un fursatің bor. Koreyada islomni qo'g'dash uchun qilgan nurg'un ishlaring qo'lqimizga yetdi. Sen shu chog'da turmaga kirib qilishdan qo'rqmaganmiding? Bu asli bundaq ish. Men Janubiy Koreyalik. Normalda bundaq ishlar Shimoliy Koreyada yuz beradi. Janubiy Koreyada diniy erkinligimiz bor. Qaysi dinga e'tiqod qilaylik, davlat bizga bir narsa demaydi. Men islomni mudofaa qilish uchun yana nurg'un narsalarni mudofaa qilaman. Masalan, bir necha oy burun Koreyaning Pego shahrida cho'ng bir masjid qurilishi selinyotdi. Shu yerda turishliq aholilar buningdan bearam bo'lganligini aytib, u yerdagi qurilishni to'xtatib o'tdi. Men u yerga berib, u yerda yashayotgan xalq bilan birlikda namoyish qildim va masjidning qurilishiga yordam qilish uchun ular bilan birlikda xizmat qildim. To'g'ri, bu men uchun xatarlik bo'lishi mumkin, lekin uning bilan chatqim yo'q. Undaq ishlarga bak diqqat qilib ketmayman. Koreya erkin bir davlat, diniy erkinlik bor. Shuning uchun men xohlaganimni aytib, xohlaganimni qila olaman. Agar boshqalar buni foydasiz bir ish deb qarasa, men buningga qo'shilaman, lekin voz kechmayman. Musulmon bo'lgandan keyin bilmay cho'chqa go'shi yeb solgan chog'laring bo'ldimi? Ha, yeb solgan vaqtlarim bo'lgan. Chunki Koreyada hamma narsaga cho'chqa go'shi aralashtiradi. Masalan, men oshxonalarga kirsam, ulardan doim bu tomoqda cho'chqa go'shi bormi deb so'rayman. Ular ko'p ahvolda ha, ba'zida yo'q deb javob beradi. Menmi cho'chqa go'shi yo'q degan tomoqlarni yeyman. Ammo u tomoqni yegandan keyin cho'chqa go'shining borligini bilib, ularga qayta buningda cho'chqa go'shi bor ekan-ku, bu sho'rpu cho'chqa go'shining sho'rpisi shundaqmi degandek savollarni so'rayman. Ular shu chaqda ha deyishadi. Men ularga men so'rganda yo'q degan edinglar desam, ular bu sho'rpida cho'chqa go'shi yo'q bo'lg'achqa shundaq dedik. Bu faqat cho'chqa go'shining sho'rpisi deb javob beradi. Chunki ular halol harom haqida hech narsa bilmaydi. Koreyada islomni yashash uncha oson emas. Sen o'zingning bir bog'chida o'ltirganingni xiyol qil. Bir odam sening yoningga kelib o'ltirib, seni tonuydiganligini, islom haqida bir narsalarni o'rgangisi borligini aytsa, bu odamga javob berish uchun faqat 1 minutlik vaqting bo'lsa, uningga qanday javob bergan bo'lardi? Albatta, uningga yoritilish maqsadini tushuntirdim. Chunki koreyaliklar bir-biriga selishtirishni yaxshi ko'radigan bir millat. Shu sababdan ko'p qism kishilarning hayotida ma'lum bir muddaosi bo'lmaydi. Shunlashqimikin ular asonla andishalanadi. Shunga men u kishiga eng avval yashash maqsadimizni tushuntirishim kerak. Yashash maqsadimizning Allohga qulluq qilish ekanligini, uning roziligi uchun yashash kerakligini, shunda qilganda ondan mangulik baxt saodatga erishalaydiganligimizni aytishim kerak deb qarayman. Muhammad alayhissalomning hayotidan sana eng ta'sir qilgan ish qaysi? Menga nisbatan Muhammad alayhissalom islomni da'vat qilishga boshlagan vaqtlarda atrofida birmi musulmon yo'q edi. Vahiyni oladigan o'zi, islomni yetkazadiganmi o'zi edi. Menmi o'zimni bir xil uzatga o'xshaydigandek his qilaman. Chunki men koreyalik, bu yerdagi yolg'iz musulmon. Men mushularni his qildim. Men yo'limni qandoqmi davom qilaman? Qandoq qilib bu yo'lda utuq qozona olayman? Ammo bu yo'ldan Muhammad alayhissalom hech qachon voz kechmadi. Garchi bu imkonsiz bir ishda ko'rinsimi, u tirishdi. Oxirida yanada utuq qozondi. Islomni dunyoga tarqatish uchun boshda Makkada, keyin Madinada da'vat etdi. Mana hozir Malayziya, Indoneziya, G'arbiy Afrikaga o'xshash davlatlarga qaraydigan bo'lsak, u yerdagi kishilarning hammasi degudek islom diniga e'tiqod qiladi. Shaxsan Janubiy Koreyadagi menmi islomga e'tiqod qilaman. Meningcha bu kishini hayron qoldiradigan bir ish. Chunki islom dunyodagi dillar ichida eng tez tarqalayotgandan, men haqiqatan uning obrazidan, ish harakatlari va kishilarga qilgan muomalasidan, hatto hamma ishidan ta'sirlangan edim. Menga hammadan bek ta'sir qilgani, uning eng qisqa vaqt ichida hech kim islomga e'tiqod qilmaydigan bir davrda islomni butun dunyoga tarqatib ulgurganligi bo'ldi. Sence bu dunyodagi eng cho'ng yolg'on va eng cho'ng haqiqat nima? Meningcha dunyodagi eng cho'ng yolg'on buni qilolmaysa, sen etenmaysa deyish. Chunki bu so'z Koreyada umumlashib ketgan bir so'z. Koreyada bek ig'ir ahvollardan biri bo'lsa, bir-biri bilan selishtirib baholash ahvoli bek umumlashib ketgan. Agar sen bir ishda utuq qozonmagan bo'lsang, nurg'un odamlar sana sen bu ishni qilolmaysan deydi. Amaliyotda undaq emas. O'zim xohlagan har qanday ishni qila olaman. Agar men Allohga, Allohning menga yordam qilishiga ishonsam, men bu ishni cho'qim qila olaman. Hech bo'lmasa qilishga tirishaman. Chunki har qanday bir odam o'z-o'zini rag'batlantirish alohidaligiga ega. Inson qilayotgan ishida utuq qozonmasimi, ishish bilan qilgan har qanday bir ishda cho'qim foydaga erishalaydi. Shaxsan men shunday o'ylayman. Eng cho'ng haqiqat bo'lsa, sen buni qila olaysan deyish shundaqmi? To'g'ri, men shuni demoqchi edim.
Men Allohning rahmatiga, uning yordamiga va taqdiriga ishonaman. Ya'ni qilmoqchi bo'lgan har qanday bir ishni qila olaman. Bu dunyodagi eng cho'ng orzuying nima? O'lim kelishdan burun yaxshi bir inson, yaxshi bir musulmon bo'lish eng cho'ng orzuyim. Mencha bu deyishga oson bo'lgani bilan amaliyotda undaq oson bir ish emas. Hayotdagi maqsad Allohga itoat qilish. Manzilimiz jannat bo'lishini orzu qiladi ekanmiz. Buningga erishish uncha oson emas. Mening yana islom haqida texmo ko'p ma'lumotlarga erishib, texmo ko'p ibodat qilib olsam, xalqim uchun bir ishlarni qilib olsam ekan deyman. Chunki koreyaliklarda xomushlik kesili bakli eg'ir. Ular doim andisha ichida yashaydi. Mencha buning eng cho'ng sababi ularning hech qanday bir diniga e'tiqod qilmaganligidan deb qarayman. Shunga ularda umidvorlik kamchil. O'zingni andishalik his qilganingda sana hech kim yordam qilmaydi. Atrofingda dadingni anglaydigan biri chiqmaydi. Shu sababdanmikin Koreyada o'zini o'ltirib olganlar nihoyat ko'p. Koreyaliklarda o'zini o'ltirilish nisbati eng yuqori. Masalan, men bir musulmon. Yaxshi bir ishga yo'liqsam, buning Allohning menga bergan ne'mati ekanligini bilib shukr qilaman. Agar biroq qiyinchilikqa duch kelsam, buni Allohning menga bergan siniqi deb bilib sabr qilaman. Agar Allohga ishonmaydigan, hatto hech qanday bir dinga e'tiqod qilmaydigan dinsiz biri bo'lsa, yaxshi bir ish bo'lganda, "Voh, o'zimning tirishchanligi bilan bu narsaga erishdim" deb mag'rurlanadi. Ular shunday o'ylaganligi uchun takabbur bo'lishi mumkin. Agar biroq qiyinchilikqa yo'linsa, "Voy, esat, nimishqa bundoq bo'ladi? Men nimishqa bundoq qildim?" deb o'zini ayblab qayg'urishga boshlaydi. Shuning bilan bu qayg'usi kuchaygan sari o'zini o'ltirib olishga yuzlanadi. Mencha koreyaliklarning haqiqiy ehtiyoji bo'lgan narsa e'tiqod. O'zingni siyoh biliq o'yini filmidagi bir musobiqchi deb o'yla. O'limdan qutulish uchun biriga yolg'on aytishing kerak. Ularga nima deb yolg'on aytgan bo'ladi? O'lishni xohlamayman. Yolg'on aytishni xohlamayman. Bilamadim. Bu savolga javob bermasangmi bo'ladi? Eng yaxshisi bu savolga men javob bermay. Davud, biz bilan suhbatlashganliging uchun sana ko'p rahmat aytaman. Meni taklif qilganliginglar uchun sizlarga rahmat aytaman. Alhamdulillah.